Toparlaştırılmaydı ya. İyi bu işi yaptım bu. Joyda lavhalar. Ustalarimiz ishlayaptilar. Hocamiz usta, Azizbek aka. Mikrofon taqib oling Azizbek aka. Kaç holatimda? Ha. Qani, nima qilyapsiz? To'rtta. O'zingiz bo'yayapsiz aka bularni. Hozir nima qilamiz? Bir narsa chiqaramizmi aka? Parashoy chiqaramiz endi. Nima chiqaramiz? Parashoy. Parashoga. Bo'ldi, qani ketdi bo'lmasa. Sen ular ko'ryapsan? Sizlarni o'yla, ha mana. Ustalar ishlashyapti. Mana bizning reduktorlar, motorlar mana. Aha. 220 ga yangi mana. Bular qayerdan? Xitoydanmi? Bular Xitoydan kelgan mana Bu reduktor. Xitoyda ko'pchilisi anaqa bo'ladi, alyumin deyshadi. Yo'q, bu mis admot kabi. Ha, misabmot, ha. Aha. Hatta chiqaramiz endi. Mana shu yerda Chepni xonamizdan. Qani ko'raylik-chi. Komponentlarni qo'shamiz. Tak, hit. Aha. Tashaveramiz hozir. Endi mana. Solingan narsalarimizni yaxshi aralashtiramiz. Bu suyu mahsulotlar bor-ku. Hammasi bitta birinchi aralashtirib olinadi. Ha, mana. Mana endi ko'piradigan narsalar qo'shildi-ku. Endi bu qopdagi narsamizni qo'shamiz. Salafani tushib ketib qolmasligi kerak-da. Ichida salafani bo'ladimi qopda? Mana tushib ketdi. Hidchi kuchliroq bo'lar ekan buni. Maska taqishlar. Toparlaştırılmaydı ya. İyi bu işi yaptım bu. Bu iki kararı gitti. Nima sababdan yerga to'kiladi bu aka? Ishirish uchun, sovutish uchun. Sovutish uchun, ishirish uchun. Bu issiq, ha? Hozir issiq bo'ladi. Yerda 20 minutda soviydi, mana. Ishlayotgani bilinyapti? Ha. Bu nima uchun ishiriladi? Parashoy yengil ko'rinishi uchun-da. O'zi ishirilmagani ma'qulroq. Aslida masalan popga o'rin bor makka. Otilgan makka bilan otilmaganda haligi bir bitta qoshig'ida olib makkani bitta otsiz bir piyola bo'ladi-da. Tipa bu ham xuddi shunaqa ishirilyapti endi. Kilosida o'zgarish bo'lmaydi. Kilosida o'zgarish bo'lmaydi. Faqat gabarit bo'ladi xolos bu. Ol juda ham issiq, 20 daqiqadan keyin yelanadi. Bo'ldi.